Assalomu alaykum akalarim. Qiziqqanlar bo'lsa, Chinoz baliq bozorida dudlangan baliqning zo'rlari bor. Alloh nasib mana. Bular qanaqa baliqlar qilingan? Keling. Tasolo baliqdalar. Bular yiriga qancha, maydasi qancha? Qarang, yiridan boshlaymiz. 30 ming so'mdan boshlab. Bular maydaroqlar. 20 ming so'm. Mana juda maydasi. 10 ming so'm, 15 ming so'm. Qarang, 10 mingdan boshlab 20 minggacha dudlangan tasolo baliqdan qilingan baliqlar bor mana. Ko'ringlar, sveji, hidlari gupillab turibdi. Okey, sovosmi aka? Xudo xohlasa 3 ta sakam olyaptilar mana. Gap bo'lgan. Ha, aylanib kelib, endi shu yerda deganda odamni lovarpan baliqlari xudo xohlasa olaman deganlar kel, lovarpan keldi desa zo'rini tanlab berishadi. Sveji baliqlarning zo'ri dudlangani. Keling charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli dudlangan baliqning zo'ri, asartisi faqat Chinoz baliq bozorida bo'ladi. Xilma-xili. Bu qanaqa baliq? Lesh baliqdan dudlangan, tuzlangan bu. Tuzlari qo'yilgan. Demak, bir tepali atrofida. Narx-navo qanaqa bo'lyapti bugungi narxlar? 40 ming so'm akalar, 40 mingdan lesh balig'i. Bu nima baliq mana bu? Ha? Belugani yon qismi go'shtda va narx-navosi kilosi qanchadan? 200 ming so'm akalarim, 200 ming insonga organizm foydali joylari bor, to'g'rimi? Mana bundan da bunaqa baliqlar bor. Bu nima mana bu? Shamak balig'ini? Shamayka, shamayka. Qanchadan donasi? 10 mingdan donasi mana shamaykaniki. Kallasi olib tashlagan, bu yoqqa dudlab qo'yish, shu olib qo'yishga. Bu qanaqa baliq bu? Garbusha. To'g'rimi? Qanchadan narxi? 150 ming turishimi kilosimi? Kilosi 150 ming akalarim mana. Mana bular nima bu? Mana bu. Pastak. Nimadan baliqniki bu? Skumbria bilan ustiga sir qo'yilgan. Ha, bular tayyor yeyilgan akalar, to'g'rimi? Ta'mi cho'tki. O'zingiz yeb ko'rgansiz. Demak, olaman deganlarga qancha narxi bular? 50 ming bitta paketi. Mana shu turishda 50 ming akalarim. Deb ko'rar ekanmiz, og'am beryapti. Bismillahirrohmanirrohim. Yarim kilo. Gap bo'lsin bu. Ta'mi zo'r ekan aka, to'g'ri? Gap yo'q. Bitta boshlanishda 50 ming, to'g'rimi? Yarim kilosi 50 mingdan mazasiga gap bo'lsin aka, yeb ko'rdik, haqiqatan zo'r. Sizlar rozi bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Bu balig'imiz, mana bu nima bu? Balkus. Baliqni shu qayeri bu? Bel qismi, oyoq, go'sht, lahm go'shtidan. Narxi okalar hidi ham zo'r, o'zi ham zo'r, ta'mi ham zo'r. 200 ming kilosi. Mana bu baliqimiz qanaqa baliq? Ha? Asyoka. Asyotor degan baliq, ha? O, akalar mana bitta qaranglar, akalar mana. Og'irligini qarang buni. Ta'mi ham zo'r bo'lsa kerak o'zi ham. Buni narxi qanaqa bor? Kilosi 200 ming akalar mana. Go'sht ko'ryapsiz, lahm go'sht. Maza qiladigan. Mana ham go'sht bu. Bu ham shundanmi? Tunis degan baliqning go'shti. Kapchonisi. Narxi 200 ming so'm aka bu ham. Baliqning ta'mi ham, o'zi ham zo'r, hidi ham dahshat. Mana bu nima bu? Lasos, o'zimiz lasosmi? Rossiyadan keltirilgan. Narxi qanaqa? 200 ming akalar mana. Sekin bir joydan ketaveramiz. Mana bu balig'imiz laqqa, mesin laqqani go'sht qismi. Lahm go'shti. Narxi 350 mingdan. Mana bu hammi? Mana buni kilosi 200 ming akalar, uzun. O'zimizning mesin laqqadan qilingan, dudlangan joyi. Ammo buniki esa 300 ming, to'g'rimi? Hamma bor. 350 ming. Ozgina o'tagi joyi bor olaman keyinga. Eng qiziq joyini aytib o'tamiz. Eng zo'r joyi mana buni qarang, baliq yog'adi aka. Baliqning toza yog'i. Bu inson organizmiga juda foydali bo'lgan elementlar bor ichida. Olgan odam maza qiladi. Baliq yog'i degan hozirgi kunda kamaygan uchun kasallik ko'payib ketyapti. Inson immunitetini ko'taradi, ko'zni zo'r ravshan qiladi, so'ylar baqat qiladi. Bo'y o'stiradi yosh bolalar, ha. Bu qonun foyda. Donasi qanchadan bitta vaklashkasi? 45 ming. Yarim litr 45 ming so'm. Akalar mana baliq yog'ini tozasi olaman degan akalar bo'lsa, inson organizmiga juda ham foydali elementlari bor ichida. Akalar undan tashqari mana bunaqa joylar bor. Nima bular? Baliqni bo'laylar va farel baliqlardan qilingan. Qancha bu? Ha. Bu 70 ming. 70 ming kilosi. Bo'ldi. Tortib olasiz roziga. Bularchi? Mana bular tasolotmi? Farel. Qancha? 120 ming turishi. Mana bu balig'imiz? O, bu qanday?
Dahshatli. Qancha? Qani nima balo bu? Lesh 300 so'mmi? Beluga nechi pul bu? 80 ming donasi akalar, 80 mingdan. Akalar baliqlarni qarang, ko'pligini. To'g'ara qo'yishgan juda katta partiyada Chinoz baliq bozoridan. Dahshatlari ta'mi zo'rlar. Kerak bular qancha vaqt narxini olsa? Donasi. Donasi akalarim. 2,5 Bularning donasi 2,5 ming so'm to'g'rimi keling? Ko'proq olsa ham joyi bormi? Shu hozir o'tdi Optimlar, bugungi optim narxlar 2,5 mingdan. To'g'rimi? Bularchi? Hammasi bir xil narx. Bir xil narx akalar. Bir xil narx 2,5 mingdan olasizlar. Mana bunaqasiga olamiz, mana bunaqa 2,5 ming. Bir de dudlangani bor, tuzlangani bor. Mana tuzlangani bor. Bunaqasi bunaqa ajratib olish kerak. 2,5 mingdan quyuq suv. Olaverasizlar kelaveradi. Bular qanaqa bor narxi hozir? Sizdan emas bu? 35 mingdan kami 35 mingdan kami bor. bor akalarim mana. 35 mingdan Hammasi 20 ming. 20 mingdan. Ha. 18 ga berasiz. Bo'ldi. Chinoz baliq bo'lsa kelsanglar, xohlagan baliqni olib ketasiz zo'rini. Charchamay qolasiz, savdolarni bersa kuninglar xayrli o'tsin. Assalomu alaykum, hormaylar. Akalar, xey olaman deganlar bormi? Xey yeganlarga baliqni zo'r. Qanaqa baliqdan qilingan? Tafsilotni zo'r joyda, go'shtdan qilingan, sergo'y joy mana. Bitta baliq, bitta bodring, ana. Baliq ko'p ichida. Kilosi qancha bo'lyapti? Kilosi 55 dan 50 beramiz. Ha, 50 ming qilib bersa, ko'proq olganga 45 ham bo'ladimi? Optim narxi bo'lyapti bu yerda. Ko'proq olmaganga 45 dan ham bo'lar ekan. Xudo har kuni sveji keladi, aka. Har kuni sveji keladi. Charchamaylar, sog' bo'linglar. Klub raqam qoldiramizmi? Ayttirmayman. Mana bu yoqda 90 turli aloqa chiqasizlar. 122 08 89 aloqa chiqadi. Endi mabodo xolanga mana Chinoz baliq bozorida xiq qilgan ekansiz, zo'rni qilgan ekan, yo'qdi desa 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo tushirib olasizlar bu joyga. Salomat bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin.